112-kun go'zal so'zning sohibiga emas, o'ziga boq. Bir kuni Imom Shaqiq talabalari bilan ketayotganlarida yo'lda bir g'ayrimuslimga uchrashdi. G'ayrimuslim Imom Shaqiqqa chiroyli bir haq so'zni aytdi. Imom Shaqiq talabalariga qog'ozingiz bormi? Uning so'zini yozib oling. Batahqiq u haq so'z aytdi, dedilar. G'ayrimuslim hayron bo'lib, siz islom dinining katta olimlaridan bo'la turib, mendek boshqa din vakilining so'zini ham inobatga olasizmi? dedi. Imom Shaqiq shunday javob berdi. Albatta, haq so'z har yerda haqdir. Zero bizga payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikmat musulmonlarning yo'qotgan narsasi uni qayerda topsa oladi deganlar. Shuning uchun ham haq so'zni kim aytsa aytsin, biz uning sohibiga emas, balki qiymatiga qaraymiz. G'ayrimuslim bu so'zlar qarshisida lol qoldi va unda sening diningni haq din ekan. Chunki haqiqatni tan olib taslim bo'lishga buyurgan din haq dindir. Menga ham diningni o'rgat. Men ham bundan keyin musulmon bo'laman, dedi. Dar haqiqat, u Imom Shaqiqning eng oldi talabalaridan bo'ldi. 4 narsadan, ya'ni dini hasaddan, tili yolg'on va g'iybatdan, qilgan ishining munofiqligidan, qorningni harom harishdan pok tut. Shundagina chin odam hisoblanasan. Fariduddin Ator.